Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonimizga keldik do'stlar. Ushbu ko'rib turgan xonadonimizda asosiy devoriga gibkiy kamellarimizni yopishtiramiz. Sokol qismiga kafel granitlarimizni ustanovka qilib beramiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Devorimiz juda notekis bo'lganida tushirib tashlab, qum suvoq qilyapmiz, ya'ni shkaturka. Xudo xolasa ushbu obyektga ham juda cho'tka fason tanlangan do'stlar. Bu xonadonimizda asosiy devorlariga 1 kvadrat gibkiy kamellarimizni usta haqqi ichida 95 ming so'mdan dogovor qildik do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Gibkiy kamel haqida to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz do'stlar. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab gibkiy kamellarimizni 1 kvadrat metr narxini asosiy devor, sokol qismlariga O'zbekiston bo'ylab devor holatiga qarab usta haqqi ichida 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha gibkiy kamellarimizda devor, sokollarga yopishtirib kelyapmiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Eslatib o'tamiz, bizni gibkiy kamel ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Ushbu fayzli xonadonimizda manziliga kelsak, Farg'ona shahrida joylashgan. Bizni videolarimizni Farg'ona viloyatida kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelyap turgan yurtdoshlarimiz ushbu fayzli xonadonimizda lokatsiyalari bor, telefon qilsalaring aytib o'tamiz do'stlar. Borib o'zlaring gibkiy kamellarimizni yopishtirish ish jarayonlarini ko'rib, yoqsa buyurtma qilishlaring mumkin do'stlar. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Bir-biridan chiroyli obyektlarni qo'ldan kelgancha video syomka qilib, ma'lumotni berib, yoritib boraman. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.